ayollik makri kuchli bo'lgan, erkaklarni so'zsiz bo'ysundira oladigan to'q manipulyator burjlarning uchtaligi. Birinchi o'rinda Arslon xonimlar. Men shu yoshimgacha biron marta erkak kishining orqasida yig'lab yurgan Arslonni ko'rmaganman. Chunki Arslon burj vakillari doimo erkaklar orasida talash bo'ladi. Sababi Arslon xonimlarning ichida yovvoyi derskaya sarabi nallalar yashasa ham, ular hech qachon yovvoyi fe'lini tashqariga chiqarishmaydi. Erkaklar oldida hech qachon ko'rsatishmaydi. Ular onasini ham bu safar o'xshamadi-yu degan gapini faqat ko'zgu oldida o'zi qolgan paytda o'ziga o'zi gapirishi mumkin. Lekin erkaklar oldida ular doimo muloyim, ma'suma, ojiza, himoyaga muhtoj bo'lishadi. Chunki erkaklar tabiatan doimo himoyaga shay bo'lishadi. Bu ularga tabiat in'om etgan instinkt hisoblanadi. Va ayol arslonlar uyda dominant bo'lib qarorlarni o'zlari qabul qilishsa ham hech qachon jamiyat oldida erkagining obro'sini to'kishmaydi. Aksincha bir pog'ona baland ko'tarib qo'yishadi. Doim turmush o'rtog'imdan so'rayman yoki sevgan insonimdan so'rayman degan narsa ularda doimo bo'ladi. Ularning hatto ovozlari ham mayin bo'ladi. Ular kiyinganda ham juda ham jenstvenaya, ya'ni ayollik latofati kuchli tarzda kiyinishadi. Sochlari ko'pincha uzun bo'ladi, uzun liboslar kiyib, chiroyli, nazokatli ko'rinishga harakat qilishadi. Va shu paytgacha hech qachon ersiz qolgan arslonni ko'rmaganman. Sababi 20 yoshli qizlarga er bo'lmasligi mumkin, lekin eridan ajrashgan yoki turmush o'rtog'i vafot etgan 45 yoshli arslonni eshigini orqasida doimo shahzodalar shay turishadi. Chunki ularni erkaklarni o'ziga qaratish aurasi, sharmi kuchli bo'ladi. Va ikkinchi o'rinda egizaklar burji vakillari, ya'ni manipulyatorchalar. Oldingi videolarimda ko'pchilik erkaklar e'tiroz bildirgan, bo'lmagan gap, meni ayolim egizak, men jahl qilgan paytimda menga qarab indamay jim turadi degan. Egizak xonimlarning sizga qarab indamasdan jim turgani bu sizning g'alabangizni anglatmaydi. Hurmatli beklar, ular sizlarga qarab jim turgan paytda, menga sochmasang kimga sochasan? Mendan boshqaga kuching ham yetmaydi-yu. Olishaman desam, urvini manmasdan deyotgan bo'ladi. Ya'ni o'zingiz bilmagan holda ular jimlik bilan sizda aybdorlik hissini uyg'otishadi va siz qaytib kelib kechirim so'rashga majbur bo'lasiz. Bu ularning diplomatik xarakterini bildiradi. Va uchinchi burjlar, bu o'z nomi bilan erkaklarni yo'ldan, nafaqat yo'ldan, aqldan ham ozdiruvchi burjlar, bular parizodlardir. Parizodlar erkaklarni doimo kutilmaganda chiqaradigan qiliqlari, jinniliklari, dovdirliklari bilan o'ziga rom etishadi. Hattoki likkillama deydigan erkak ham parizodga qanday qilib bog'lanib qolganligini, uni qiliqlariga, uni o'sha jozibasiga qanday qilib fanat bo'lib qolganligini o'zi bilmay qoladi. Parizod xonimlar yumor hissiga boy bo'lishadi, hazilni to'g'ri tushunishadi va o'sha hazil-huzullar bilan erkagini doimo kuldirib, ko'nglini olib yurishadi. Bo'ldi, jinniliking jonimga tegdi, sen bilan oramiz ochiq degan erkak ham oradan ham vaqt o'tib albatta parizodni qo'msaydi va o'shani aslida jinniliklariga oshiq bo'lgan bo'ladi. Shu sababdan ham parizodga qaytib kelishga majbur bo'ladi va parizod burjini sevib qolgan erkaklar hech qachon ulardan voz kecha olmaydi. Bitta narsani aytishni unutibman. Arslon xonimlar biror bir korxona tashkilotni boshqarishdan ko'ra uni boshqaradigan erkakni boshqarishni yoqtirishadi. Va bu uchala burj o'rtasidagi umumiylik shundan iboratki, ular erkak kishini o'ziga do'st hisoblashmaydi va doimo ulardan sir saqlashadi. Shuning uchun ham bunday ayollar jumboq hisoblanadi. Shu sababdan ham ular har doim erkaklar uchun qiziqarli holatida qolishadi. Har doimgidek to'liq ma'lumotni video ostida qoldiraman va ushbu videoni kerakli odamlarga jo'natib qo'yamiz.